结束，我并没有半点自卑。天黑口地都说爸妈送的礼物，所以我感觉一切都很珍贵。我美不美，答案没有绝对，要用心灵去体会。酷爱幽默，因为酷爱生活，快乐让人变得美。You got me beautiful too, you got me beautiful, you got me beautiful too, you got me beautiful. öy tekshirish. İşte şuna vakit boptu. Şembe günü paliyatacak. Vay. Saat 6'da restoranda görüşeydi. Vay, ma'qul, 8'da teatrxona olib kirishaylik. Tugashdim. Bu hafta meni biroz izlab qo'ymadi. Qandoq qilaman? Telefon keldi. Vay, ma'qul. Kech soat 8da doktorxonaga berib operatsiya qilg'izamdi. Yepimiz gap amsa, ha? Ma'qul. Operatsiya? Vay, telefonni xato beribsiz. Men Bobby, siz izlagan odam emas. Qamlashmagan. Qarag'anda tomoqni yana uyda yeydigan o'xshayman. Axlat. Kechda ishi yo'q odamdan yolg'izmanla emaskanman. Vay! Vay! Vay, vay, vay! 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 Vay, 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 vay! Vay, ma'qul. 6:20da baylar restoranda görüşeylik. Hatta axırma tamoqni uyda yesam, opam cho'qim meni mazax qiladi. Hey qizim, hatto oxirisini bir yigit ko'rishga taklif qilmadim, ha? Shuni deyman, qizim xijil bo'lib kirgidek to'shib topamay qilyapqansan. Acha. Meningmi ergisakim bor. Ayjon. Neymiş bo'lgandi? Uy tekshirish. Navoda shahar aholilarida hukumat uylarini o'z oldiga ijaraga berish yoki yot odamlarning turishiga berish qilmish bayqalsa 50 million jarimani qo'yilib, shu uyda turish salohiyati bekor qilinadi. Ondincha opam bir eg'iz uyni bego'g ijaraga bergan. Navoda bayqalib qolsa turish salohiyati bekor qilinadi ekan. Yo'q, opamga telefon qilib qo'yaychi. Vay, nim bo'ldi? Yana yolg'iz qoldingmi? Tamoqqa kelamsan. Tamoqqa keladigan odam baldir deb qo'ysang bo'lmamdi. Tilingni chaynab shurgicha. Shundoq yolg'iz qoladiganingni bilatdim. Men opang tursam bilmay qolamdim. Sening mush mijozingga dadangning geni qo'shilib, mushundoq bo'lib qolding. Mana 5 a'zoyingning saq bo'lg'ini helimi cho'ng ish. Loyiqingning bo'lmasligi normal ish, lekin boshqa do'stlaringning seni izlamagini chatoq bo'pti. Mazaq qilganga to'ysin amsa. Qandoq tamoqqa kelamsan, ha? Gap qila, vay, gap qila. Vay, bu Vushanxuy xonimning uyimi? Men shu. Yaxshimisiz, Vu xonim? Men Turalg'u uy boshqarish markazining tekshiruvchisi. Siz dodi emasmi? Yo'q, familiyam Jo Shauja. Sizdan bir necha savol so'ray degandim. Ma'qul.
Uyinglarda necha odam bor? 4 odam. Ondaqda hukumatning turalg'u uyini o'z oldingizga boshqalarga ijaraga berdingizmi? Yo'q. Berdim. Yo'q, bermadim. Bo'ladi, rahmat sizga bu xonim. Bir necha kun ichida tekshirishga odam avatimiz. Moslashganingizga ko'p rahmat. Arzimaydi. Tazbir qo'rqitmasam uy ijara berganda tizim qoldirmay ko'rinib ketgan. Yana mazza qila. Sirti bo'lib kelsam, hargiz samoqa bormayman. Acha, nemişkin derslerimning hammasini sirtqa tashlab o'tasiz, ha? Beygi, kechiring, darhol ko'chib ketdim. Nemishqa? Necha kungacha ijara haqini beraman, meni ketkizib atmang. Bu ijara haqining ishi emas. Acha, men bu yerda turgandan beri qizingizning pechenisini o'g'irliqcha yevilib, kresloni buzib o'tib, hojatxonaga kirganda ishni yapmay, yana karvatning ostidagi marvoyit yuzchapligini o'g'irliqcha ishlatib olganda boshqa yomon ish qilmadim-ku men. Nima? Yuzchapligimni ishlatib oldingizmi? Voy, karvatning ostidagi marvoyit yuzchapliqqa emas, erimning g'imroy mas'uliyati. Vegi, uy tekshiruvchilar kelmoqchikan, shunga ko'chib ketmasangiz bo'lmaydi. Navoda ular bu uyni tizimga oldirmayli sizga ijaraga berganimni bilib qolsa, chattoq bo'ladi. Men tik 3 oylik ijara haqini bermagandim. Bo'ldi, bermasangiz bo'ladi. Taqma. Bo'pti, amsi bering. Yo'q, narslarimni tashlamang demoqchidim. Tashlasam tezroq bo'lg'idak. Bir taldan achiq qilib tursangiz, qachon achiq bo'lasiz? Tashlasa-ku tez bo'ladi. Lekin nima deb o'zingizning narslaringizni qo'shib tashlaysiz? Undoq emas-ku. Yig'ishtirib nagmandingiz? Nagmandingiz deysiz-ku, opingiz meni uyda qo'g'lab chiqadi. Hozir mening bog'dagi yerim yo'q. Qandaqmi qilaman? Undaq emas-ku, mushundaqmi qilamdi? Dadi, yana sizning ko'nglingiz yumshoqchimi? Gapimni anglab xafa bo'lgansiz, a? Jabbar. Mening qo'nchiqimni tashlab etibdi-ku. Deyga, men kirib opamdan so'rab boqay. Xotirjam bo'ling, a? Qizim, keldingmi? Bugun uy tekshirish xodimi telefon qilib, necha kunning ichida uyinglarga tekshirgili bormiz degandi. Helimi chaqqonlik qilib, Vigani darhol ko'chirib-atdim. Amaliyotda o telefonni men qilgan. Nima deydigansan? Men qara, telefonni tekshiruvchining nomida men qilgan. Sen chaqchaq qilib qo'yay degandim. Rasli ishinib qoladiganingni nadim bilay. Meni kechirgin. Nima? Odamni hajat teriktirdim. Viga, qaytib kela! Viga! Nima qilay deysiz? Viga, hech qanday tekshirgich kelmaydi ekan. Hammasi Dadining qilgan chaqchaq ekan emas bu. Shunga uyda davomli o'tiravering, ha? Viga. Yeni ketdaydi ekansiz, yeni inib keldaydi ekansiz. Beshim aylanib ketdi. Yaxshisi ketib qolay. Bo'ldi, 3 oylik ijara haqqini olmay. Bo'ladi, amsa davomli turaver. Yaxshimisiz? Uyingizga tekshirgili keldim. Mana. Uy tekshirgili? Dadi degan kapsiz nima qilmoqchi-kina? Yana meni ahmoq qilmoqchi bo'pti-da. Adibini bir berib qo'ymsam. Xonim, nima qilyapsiz? Dadi! Nemish opa? Bu kapsiz meni ahmoq qilish uchun boshqalarni yordamga chaqirdingmi texi? Yelimi chaqqonlik qilib uni qo'g'layaptim. Opa undaq qilmadi. Quzinglar! Xonim, men rostilla uy tekshirgili kelgan.
mana bu mening kinishkam. Kechiring, Satopto. Siz zada nima tekshirmoqchi? Asli uyinglarga kelishimdagi maqsad avval meni tatib olsanglar qandaq? Ma'qul, kechiring, qizim kelib yordamlashsangchi. Xonim, uyingizni boshqalarga ijaraga bermagansiz, a? Albatta bermadim. Uyingizda necha odam bor? 4. Erim, men yana bu ikki qizim 4imiz. Voy, nima varang-churang bu? Bu odam kim bo'ladi? Mening erim. Tansi. Vigi, u uy tekshirgili ketdi. Shunga yordam qilib, erim bo'p turing. Eringizmi? Amsi menga nima foyda berasiz? Bo'ldi. Yana 3 oylik ijara haqqini olmayman. Bak yaxshi bo'ldi. Tekshirguchi, men uning eri, u mening xotinim. Men keldim. Undaqda bu badbashara odam kim bo'ladi? U suturbisini o'shiqil kelgan odam. Nima undaq misildaysiz? Darhol oshxona uyga kirib turing. Bo'ling, tez bo'ling. Bo'ling. Tez bo'ling. Suv turbasini yasaydigan odammi mushundaq kashti yasamdi, ha? Uning qo'li aplik, texnikasi yaxshi, o'zi kelishgan bo'lg'ishqa hammamiz uningga o'rishimiz. Chin xonim, gazni o'ngishib o'taymi? Ma'qul. Boya ifodam yaxshi bo'lmagan o'xshamamdi. Opang meni nima ishga yana jazolaydi? Bu qanchalik ishdi. Apam Vegidan olmaydigan 9 oylik ijara pulini mendan oladigan bo'ldi. Har oyda ishkasi turmush puli bergidakman. Choq-choq telefon berib qo'yganim uchun 1 yil jabba tortadigan bo'ldim. Tamoq yeyli, appa. Ödek go'shi, tekroqmi bor ekan-ku? Ilanga, boya yaxshi moslashib, tekshirgichini ketkizib etdingiz. Maqtag'iningizga rahmat. Tamoq yeyli. Tamoq beringlar.可是我并没有半点自卑，天雷口地都说爸妈送的礼物，所以我感觉一切都很珍贵。我美不美，答案没有绝对，要用心灵去体会。酷爱幽默，因为酷爱生活，快乐